بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث، الدرس السادس عشر. 16 درس. Sabaqdaşlar, bugünkü dersimizdeki muhim noktalar birincisi Sulasi mazidning birinchi babi af'ala yuf'ilu to'g'risida. Ya'ni bunga munosabatlik, buning ism fa'il, ism maf'ul, undan keyin buyruq fe'l qatorliq shakllarininki turinib chiqish ahvoli. Undan keyin shu af'ala yuf'ilu babining ichidagi ikki maf'ul tajovuz qiladigan, ya'ni ikki maf'ul taqozo qiladigan fe'l, ya'ni a'ta, yu'ti qatorliq fe'llarning ahvolini kasa eksu qatorliqi. Undan keyin lawga munosabatlik mazmunlar. Undan keyin mubtadaning beshiga kiradigan jumlani ta'kidlash uchun, mubtadaning beshiga kiradigan lam ibtido deb qo'yamiz. Mubtadoliq lamning ahvoli. Undan keyin kanining turdoshlarining qatorida bo'lgan asbaha, yusbihu to'g'riliq mazmunlar. Undan keyin ya'ni kanining turdoshlarining qatorida bo'lgan, kanon turdoshlari degani shu kanining ismisini bash xabarini zavar qilishda kanining o'rtaq bo'lgan avshaka. Bu odatda af'alul muqaraba deb qo'ydi. Af'alul muqarabaning qatorida bo'lgan avshaka to'g'risida. Undan keyin jumladagi ma'lum bilaklarga sifat olib keladigan, sifat bo'lish orqali shu sifat bo'lingan, ya'ni man'ud bo'lgan, mavsuf bo'lgan bo'lakni nekiraga aylantiradigan, ya'ni mubhamga aylantiradigan ma. Buni ma nekiratu tamatul mubhama deymiz. Shu ma to'g'risida. Eng oxirgi mazmun ibni jumlalarda bir xos ism sifat olib, yana bir xos ismga mudof bo'lib, oldidagi xos ismga sifat olib kelgan vaqtida ibnidagi hamzaning tashlab ketilganligi to'g'risida qatorliq yuqoridagi mazmunlarni so'zlaymiz. Endi shu mazmunning birinchisi af'ala yuf'ilu munosabatlik mazmunga kelsak, bu af'ala yuf'ilu babi sulasi mazidning birinchi babi. Biz sulasi mujarratda 6 bab to'g'riliq so'zlab o'tgan. Bu to'g'riliq va nurg'un ilgari darslardami bunun gibini qilgan. Endi af'ala yuf'ilu babida odatda fa'alaning oldiga bir dona hamzani ortiq qilib af'ala yuf'ilu shaklida turlaymiz. Masalan, buni turliga vaqtimizda turlaymiz. Af'ala yuf'ilu if'alun muf'ilun muf'alun lam yuf'il la yuf'ilu af'il liyuf'il la tuf'il degan shaklda turilib chiqadi. Demak, asosli buningki madisi af'ala shaklda, mudari'i yuf'ilu shaklda, masdar if'al shaklda. Endi ism fa'ilga kelsak, ikkinchisi buyruq fe'lga kelsak, buyruq fe'lninki bu fe'llar turilib chiqishda biz hammani turlab kelib af'il deb bir buyruq fe'l turlab chiqdik. Ammo bayatni so'zlagan af'ala yuf'ilu to'g'riliq mazmun bugungi darsimizdagi ikkinchi tamrin, ya'ni ikkinchi ko'nikma min abwabil fi'l thulathiyil mazid bab af'ala yuf'ilu degan o'rinni qarasak, shu to'g'ri mazmunda. Ikkinchisi af'ala yuf'ilu babidan buyruq fe'lninki turilib chiqish usuli. Endi turilib chiqish usulida biz bayatdan af'ala yuf'ilu, lekin buyruq fe'l kelgan vaqtda af'il deb turilib chiqdik. Ana hammalarga ma'lum odatda buyruq fe'l fe'l mudari'ninki ikkinchi shaxs erlik turidan turilib chiqiladi. Masalan, idrib desak, daraba yadribuning tadribudan turilib chiqadi. Burun oxirini sakin qilishimiz bu aniq. Undan keyin tadribuga tan tashlaymiz. Dod sakin qilgandan keyin oldiga 3-harfga qarab turib, 3-harf zarf o'qilg'achqa zarf o'qilgan hamlarni akab berib buyruq bilan chiqargan. Endi bundan shuna chiqarildi desak, af'ala yuf'ilu bo'lgandan bu yerda if'il degandek shakl akallimizda burun o'rgangan o'lcham bo'yicha kelib qolishi mumkin.
Af'il qanday af'il chiqqan desa, buning jarayoni mundaq. Af'ala yuf'iludiki yuf'ilu aslisi yu'af'ilu. Af'ala yu'af'ilu. Buni turlab olgan vaqtimizda birinchi shaxsningki birli shaklda u'af'ilu deb har doim ikki hamza bir yerda gap qilish hodisa yuz bergachga buning mudori'dagi hamzani tushirib o'tgan. Shuni bilan bo'lgan yuf'ilu bo'lib ishlatilib kelgan. Endi buyruq pil oladigan vaqtda biz tashlanib ketgan shu hamzani shu hamza qat'ini asliga kelamiz. Ya'ni af'ala yu'af'iludan tu'af'iluni chiqarib tu'af'ilu deb turib buyruq pilni chiqaramiz. Tu'af'ilu degan vaqtimizda oxirini sakin qilib tu'af'il oldi. Undan keyin ta harfi mudori'atni tashladik. Af'il oldi. Bu yerda af'il deb harakatlik harf bo'lg'ach qoldiga hamza kilish hojat bo'lmadi. Shuni bilan nima qolib qoldi? Af'il qolib qolgan. Ya'ni af'ala yu'filu babidan buyruq pilning chiqarilish ahvoli mana shu. Qog'allarni mush shaklda chiqarsak bo'ladi. Endi bu bizning bugungi darsimizdagi 3-chi mashqda mush to'g'riliq mazmunlar. Endi bayatni turliga vaqtimizda af'ala yuf'iludan muf'ilun ism fa'il chiqardik. Uni ism fa'il chiqarish usuli qanday desa, ism fa'il chiqarish usuli bu babning nomi emas, af'ala babining nomi emas, boshqa har qanday babninkimi fe'l mudori'ning shaklidan ism fa'il chiqaramiz. Ya'ni ikki xil o'zgartirish olib beribla ism fa'il shakllantirsak bo'ladi. Birinchisi fe'l mudori'dagi harf mudori'atning o'rniga mim almashtiramiz. Pesh o'qilgan mim, cho'qim pesh o'qilish kerak, har qanday fe'lda. Ya'ni shu sulasi mujarraddan boshqa har qanday fe'lda cho'qim pesh o'qilgan mim kelish kerak. Undan keyin oxirgi harfning oldini zir o'qisak ism fa'il shakllanadi degan gap. Masalan, af'ala yuf'iludan muf'ilun qilamiz. Fa'ala yuf'iludan mufa'ilun qilamiz. Mana mush bo'yicha ism fa'il chiqarsak bo'ladi. Endi bu darsimizdagi 4-chi mashqda mush to'g'riliq mazmunlardan. Endi undan keyin ism maf'ulga kelsak, ism maf'ul degani asli tushunsak ism fa'ilninki majhul shakl deb tushunsak bo'ladi. Ism fa'ilning majhul shakli. Unda o'g'anikin bu chiqarilishdimi, fe'lning majhul shaklidan chiqariladi. Masalan, yuf'iluning majhul shaklidan bo'g'itdi, yuf'alu bo'ladi shundami? Unda o'g'anda yuf'aludagi mimni pesh o'qilgan mim o'zgartirdik. Ya'ni muf oxirini oldin zar o'qidik, muf'alun. Ya'ni yig'inchoqlar vaqtimizda fe'l mudori'ning oldidagi harfi mudori'atning o'rniga mim qo'yamiz, oxirining oldiga zar o'qiymiz. Shuni bilan nima bo'ldi? Ism maf'ul shakli muf'alun o'xshash. Bu mazmun ko'nikmadagi 5-chi mazmunda bor. Undan keyin mush af'ala babininki ma'ni jihatga alohidligiga kelsak, af'ala babi umuman aytgan vaqtda fa'ala babininki o'timlik shakli deb tushunsak bo'ladi. O'timlik shakli deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni fa'ala sulasi mujarradda o'timsiz fe'llar af'ala babiga kirgandan keyin o'timlikka aylanadi. Masalan, xaraja desa, chiqdi desa, axraja qilsa, chiqadi degan ma'no keladi. Endi sulasi mujarrad vaqtida o'timlik fe'llar af'ala babiga kelgandan keyin ikki o'timlik bo'ladi. Ikki o'timlik deganimiz, o'timlik degan hammalarga tushunishlik fa'illarning ko'p aylanmasdan maf'ulga o'tadigan, ya'ni to'ldiruvchi kerak bo'lgan fe'llar o'timlik bo'ladi. Ikki o'timlik degani ikki to'ldiruvchi ketadigan fe'llar. Mushlarning birisi a'ta yu'ti babimi, mushu fe'l ikki maf'ulga o'tadigan, ikki maf'ul kerak bo'lgan fe'lning birisi. Masalan, a'taytu hamidan kitaban desa, men Hamidga kitobni berdim desa, Hamid birinchi maf'ul, kitob nechinchi maf'ul, ikkinchi maf'ul bo'ldi. Bu nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Bu bugungi darsimizdagi 8-chi mashqda mush to'g'riliq mazmunlar bor. Undan keyin o'quvchilarga bir tavsiya, mush af'ala babininki har xil ma'nosi bor. Bu to'g'riliq to'liq ma'noga erishmoqchi bo'lsak, babga munosabatlik, babga xos ma'nosi bizda ham ishlatilayotgan al-munjidul kabir deydigan bir cho'ng luqat bor. O'shada al-mushtaqaq degan 5 ta munjidul kabirning bosh tarafida bir batda af'ala babi, fa'ala babi, fa'ala babi, istaf'ala babi, tafa'ala babi qatorli lafzlarningki babga munosabatlik, bab o'zgarishida gavdalanadigan bir qism ma'nolar shu yerda aniq o'tirib qo'yilgan.
Mümkün bo'lsa, shu yerdagi bir bet yoki ikki bet atrofida bo'ldi, shuni o'quvchilar bir ko'rib, o'zlari olsak. Undan keyingi ma'no qilsak, arab tilidagi law. Endi law arab tilida shartni ifodalash uchun keladi. Shart degani nima? Masalan, shart degani mutlaq tushuntirsak, mundaq qilsang, mundaq qilaman, mundaq bo'lsa, mundaq bo'ladi. Agar sen mundaq qilsang, mundaq bo'ladi degandek gaplarni hamma shart hisoblanadi. Bu cho'qim ikki jumla ketadi bu to'g'ri. Masalan, agar sen mundaq qilsang, bu bir jumla. Mundaq qilaman. Bu ikkinchi jumla. Birinchi jumla jazo shart jumla, ikkinchi jumla jazo jumla deb ataladi. Endi lavga kelsak, lavmi shart uchun, ammo lavninki shartligi o'tgan zamondagi shart uchun. Unda o'g'andan keyin buning ma'nosi asosan jumlaning ma'nosini inkor qilish bo'ladi. Masalan, agar sen tunugin kelgan bo'lsang, men seni mehmon qilatdim. Law ji'tani amsi la dayyaftuk. Agar sen tunugin kelgan bo'lsang, seni mehmon qilatdim degan jumla qarasak, bu tunugin kishga qaratilgan bo'lg'achqa bu mahal mumkin bo'lmaydi. O'tib ketgan ishlar bo'ldi-da, bu seni tunugin kelgan bo'lsang mehmon qilatdim. Tunugin kelmadim, mehmon qilanmadim. Demak, nimani inkor qildi? Jumlaning mazmunini inkor qilyapti. Bu lavning asosiy ma'nosi. Endi bugungi darsimizdagi lavning ma'noga munosabat bo'lgan tarafi lav undan boshqa, yuqoridagi shartdan boshqa garchi degan ma'noni ifodalaydi. Xuddi inga o'xshash. Odatda in shart uchun keladi. Va in degan iboradan ishlatilib qolsa, vaqtda inni deb alatdiq, garchi deb alatdiq-ku. Bu yerdami law valav deb ishlatiladi. Jumlaning oxir tarafida valav deb ishlatiladi. Bu nim degan gap desa, garchi degan bo'ladi. Bu vaqtda bu law burunqi shart degan ma'nolardan chiqib ketadi. Vaqt shart bo'lmaydi. Masalan, Qur'oni Karimning bag'i vallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah o'z nurini to'liqlab turadi, garchi kafirlar yomon ko'zmi, garchi yomon ko'zmi. Lan askuna hadal bayt walau a'taytanihi majjanan. Men bu uyda hargiz o'ltamay, garchi bu uyni menga mut bersangmi, haqsiz bersangmi degandek ma'nolarda. Demak, bu yerda law vav bilan birikib kelsa, vaqtda shart ma'nosi yo'qoladi, garchi degandek ma'noda tarjima qilsak bo'ladi. Shuni tushunib olsak bo'ladi. Undan keyingi darsimizdagi muhim grammatikalik nuqta odatda jumlalarda mubtadoning beshiga keladigan bir lamba. Bu lamning asosli roli jumlaning mazmunini ta'kidlash, ammo jumlaningki grammatikalik tarafi, ya'ni lafziy taraflarga ta'sir yo'q. Bu lam ibtido deb ataladi. Asosli roli jumlaning mazmunini ta'kidlash, boshqa alohida roli yo'q. Masalan, bunun misollarini ko'rsak, wala ajrul akhirati akbar, wala zikrullohi akbar, wala azabul akhirati akbar, wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika walau a'jabatkum degandagi la wala abdun degandagi la shundami? Ana hadisda la ghadwatun fi sabilillah degandagi la. Mana mushlarniki hammasi lam ta'kidmi deb qo'yamiz, lam ibtidomi deb qo'yamiz. Jumla mazmunini ta'kidlaydigan lam. Undan keyingi mazmun biz af'ol naqis deb 13 turlik filni bayon qilgan. 13 turlik filni bayon qilgan. Buning ichidagi asbaha deb bir fil bor. Endi shu asbahani tushunishda biz avval tarjimasini tushunsak, bu bo'lib qoldi deb tushunsak bo'ladi. Yoki bo'ldi deb. Masalan, bu qanday bo'ldi desa, bir holatdan bir holatga o'zgargan. Masalan, men burun o'quvchi edim, hozir o'qituvchi bo'ldim degan jumlada kuntu taliban, men o'quvchi edim. Asbahtu mudarrisan, hozir nimaga o'qituvchiga o'zgarib men o'qituvchi bo'ldim degan gap. Masalan, lekin kambag'allardan boyib qolibdi desak, asbaha ghaniyan, u boyib bo'ldi. Burun boy emasda hozir boy bo'ldi degandek ma'noda keldi. Andaki yana bir ma'nosi bu tong vaqtida kirgan, tong atqizgan degandek ma'nolardan keladi. Buning grammatikalik roliga kelsak, bu kanunning turdoshlarining qatoridan bo'lib, mubtada xabarni o'ziga kirib, mubtadani o'zining ismisi deb qarab, xabarini o'zining xabari qilib, mubtada pesh xabar nima qiladi, zavar qiladi. Masalan, asbaha Hamid maridan degani, ya'ni bu yerda bayatdan tong vaqti degan ma'nosini olsak, Hamid atdigani tong olib o'rnidan turibdi. Nima? Atdiganda kasal olib o'rnidan turibdi.
kasallar tang atqizibdi degandek ma'noni ifodalaydi. Ama bayattanki bo'ldi degan ma'no qanday vaqt kelsa buni arabcha bi ma'na sara deb qo'ydi. Asbaha sara ma'nosida kelgan vaqtda men bayatni degandek bo'ldi degan. Ammo asbahaniki 90% ishlatilishi men hozir degandek sara ma'nosi yana bo'ldi degan ma'no ishlatiladi. Masalan فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا degan o'rinda sizlar Allohning ne'mati bilan qarindoshlardan bo'ldinglar. Bo'ldinglar, o'zgardinglar. Asbahtum, ya'ni sirtum degandek ma'nolar ishlatiladi. Undan keyingi mazmun avshaka. Endi avshaka af'alul muqarabalarining qatoridan. Af'alul muqaraba ya'ni sharkatning yiqilishganligini. Masalan, mayli biz uni umid qilli yoki undan qo'rqili bir ishlar yiqilishgan bo'lsa, mushni ifodalaydigan billah af'alul muqaraba deyiladi. Endi buni ba'zilar kanining qarindoshlarining qatoridan deydi. Nima jihatdan esa avshakaga o'xshashlar ismisini pesh qiladi. Endi xabarini zaroqchilar kelsak, buning xabar asosli fe'l mudori nima bilan keladi? An bilan birga keladi. Avshaka Muhammadun an yakhruj. Muhammad chiqqili oz qoldi. Yani uydan chiqqili oz qoldi degandek. Yakomsa avshaka himarun ayyamut. Eshak o'lgili oz qoldi degandek jumlada himar ismisi ayyamut uning nimasi xabar bo'ladi. Xabar bo'ladi. Nima deylik? Avshaka oz qoldi, bulayla deb qoldi degandek ma'nolarni ishlatiladi. Esingizda bo'lsin role pilaninki shirkatning yuz berishga vaqtning oz qolganligini, hozirlar yuz beradiganligini ifodalaydi. Ammo grammatika jihatda bundan keyin kelgan ism buning ismi hisoblanib pesh xabari uning keyinida fe'l mudori an bilan birga. Ba'zi vaqtda ansiz kasimi bo'laveradi, ansiz kasim bo'laveradi. Undan keyingi mazmun hamda biz arabcha kitoblarni ko'rsak, odatdagi ismlarning oxiriga ma'non qo'shib kelganligini ko'ramiz. Masalan, ba'zida nima ishga kelding desa, "Ji'tuli sababimma." Ma'lum bir ishni deb keldim. Shundaymi? "Ji'tuli amrimma." Ma'lum bir ishni deb keldim. Ma kitob o'z biratsa qanday kitob desa, "Kitobimma." Qanday kitob o'z bo'laverdi? Har qanday kitob o'z bo'ldi. Ana shu mushurlarga sababim ma degan ma, amrim ma degan ma, kitobim ma degan ma bu mai tamam mubhama deb ataladi. Ya'ni so'zlarni mujmal, mubhamga aylantiradigan ma deyildi. Bu ma odatda ismlarga sifat bo'lib kelsa, shu ism mubham, mujmal bir ismga aylanadi. Ya'ni tarjimada qandaq bo'lsa, ma'lum bir degandek ma'nolar tarjima qildi. Masalan, nega borasa desa, azhab ila makanimma. Ma'lum bir o'ringa boraman chiqib. Nega borsam boraman chiqib, ma'lum bir o'ringa boraman. Iniqa emas degandek. Masalan, qara'tu hazal xabar fi sahifatin ma desa, ma'lum bir bu xabarni ma'lum bir gazetda o'qidim degandek ma'nolar keldi. Ammo bu bugungi darsimizdagi 13-mashqda mazmun bor. Mayatniki avshaka to'g'riliq so'zlagan mazmunlarimiz 12-mashqda. Asbaha to'g'riliq so'zlaganlarimiz 11-mashqda. Lam ibtida to'g'riliq so'zlaganlarimiz 10-mashq. Law to'g'riliq so'zlaganlarimiz 9-mashqda bor. A'ta to'g'riliq so'zlaganlarimiz 8-mashq qaralsa bo'ladi. Eng oxirgi bir mazmun shu ismlarda qo'llanadigan ibni. Ya'ni biz odatda arablarning ismini tilg'animizda balasi o'tirg'i ibn kelib, andan dadasining ismini tilg'animiz. Masalan, payg'ambar alayhisolamning ismini Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah ishlatamiz. Ya'ni Abdullahning o'g'li Muhammad degan. Mushurlarda mushunday ishlatgan. Ya'ni ibni Muhammadga sifat bo'ldi. Keyindagi Abdullahga nim bo'ldi? Muzab bo'ldi. Ya'ni bir alamga, bir xos ismga sifat, ya'ni bir xos ismga nima izofat bo'lib kelgan vaqtida ibnidagi alifni chekizib o'tib Muhammad bin Abdullah. Ya'ni Muhammad dubnu deb o'qigan vaqtda dubnu deb o'qisak bo'laveradi, ha? Boshliqda. Bu 14-mashq qaralsa bo'ladi. Bugungi darsimizdagi grammatikalar mushunchalik so'zlarsin. Darsni maslaga o'qib, tarjima qilib, yuqoridagi biz tilg'agan grammatikalarni bir qur tahlil qilib beray. الدرس السادس عشر. كيف أصبحتم يا أخوان؟ أصبحنا بخير والحمد لله.
وكيف أصبحت أنت يا أستاذ؟ بخير أحمده وأشكره. أطفي الأنوار يا إدريس، لا حاجة إليها الآن. أعطيني ورقة الغياب يا يعقوب. ها هي ذي. لم يحضر عثمان اليوم فإنه مصاب بإسهال شديد، شفاه الله. بعد تسجيل أسماء الغائبين، أعطيها المراقب فإنه يريدها الآن لأمر ما. يكن مكتبه مغلقا فستجده في مكتب المشرف على النشاط الثقافي. يخرج يعقوب وبعد هنيها يفتح الباب شاب ويقف لديه. بعد التحية: أتسمح لي بالدخول يا فضيلة الشيخ؟ بعد رد التحية: أهلا وسهلا ومرحبا، ادخل وأغلق الباب. يبدو أنك طالب جديد. ما اسمك ومن أين أنت؟ اسمي محمد بن ويليام وأنا من كندا. أحديث عهد بالإسلام أنت؟ نعم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. متى أسلمت يا أخي الكريم؟ أسلمت عام 1981. أسلم أبوك؟ لما يسلم أبي هداه الله، أما أمي فأسلمت والحمد لله. ماذا يعمل أبوك؟ هو مدير متحف. ها خطاب المدير. يقرأ الخطاب: إن المدير يثني عليك كثيرا، جزاه الله خيرا. من أين لك هذا المصحف الجميل الذي بيدك؟ أعطانيه المدير. والله لقد سررت كثيرا بلقائك وإني معجب بك. كيف وجدت الجامعة الإسلامية؟ أعجبتني كثيرا. إنها جامعة فريدة يدرس فيها أبناء المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. يكتب المدرس آيتين على السبورة. اقرأ الآيتين يا هارون. بعد الاستعاذة والبسملة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكروا في هاتين الآيتين ثم أجيبوا عن الأسئلة الموجهة إليكم. ماذا يريد الكفار يا إدريس؟ يريدون إطفاء نور الله. أيمكن هذا يا علي؟ لا هذا مستحيل. وماذا يريد الله يا يونس؟ يريد إتمام نوره. أتذكر آية أخرى في هذا المعنى يا شعيب؟ نعم، قال تعالى في سورة الصف: والله متم نوره ولو كره الكافرون. بما أرسل الله رسوله يا محمد؟ أرسله بالهدى ودين الحق. يدخل إسحاق: الآن تأتي وقد أوشك الدرس أن ينتهي؟ معذرة يا أستاذ، ذهبت إلى مكتب البريد لإرسال برقية، فقد وصل أخي البارحة، فأرسلت برقية إلى أبي أخبره فيها بسلامة وصوله. لا بأس. كيف أصبحتم يا أخوان؟ Dostlar, qandaq taң atqızdыңlar? Endi mayadiki ixvan qarindoshlar, asbahtum diki bizga munosabatli grammatika asbaha af'ala babi. Ya'ni asbahaninki ikinci shaxs arlik ko'plik shakli. Lekin asbaha biz bayatni degandek taң atqizush shundami? Xuddalik ma Uyg'ur tilimizdagi xayrlik atdigan degandek atdiganlikni qandaroq degan ma'noda, ya'ni qandaq taң atqizdinglar, qandaq atdiganni qildinglar degandek bo'ladi. Asbahna bi xayr. Allohga shukr, alhamdulillah. Allohga shukr, bizning atdiganligimiz yaxshi taң atqizdik, yaxshi turdik, yaxshi qoldik degandek bo'ladi. Bu to'g'riliq ma'no asbaht bilan o'xshash. Va kayfa asbahta anta ya ustaz? Ustaz, sizchi atdiganligingiz qanday yoki qandaq turdingiz? Qandaq turding Uyg'ur tilida? Qandaq turibsizmi, yaxshi turibsizmi deb shiltimiz bor deganda. O'rnida turgan odamni shu atdiganlik o'rnida uyg'onganini ko'zlab turib, ya'ni taң atqizdingiz degandek bo'ladi. Bi khayrin ahmaduhu va ashkuruh. Yaxshi, Allohga hamd va shukrlarni aytaman. أطفئ الأنوار يا إدريس فلا حاجة إليه الآن.
İdris, çıraklarını uçuruvet. Atfi'i, atfa'a yutfi'u, af'ala yuf'ilu babından çıkan buyruk bile atfi'i. Fela hacete ileyhil an. Çünkü hazır onunla hacet yok, yani ihtiyaçlık emasmiz, yani muhtaç emas. A'tini varaqatal gıyab ya Yaqub, Yaqub. Yo'qlimi qog'ozini menga bering. Ammo a'tini a'ta yu'ti babıdan, yani af'ala yuf'ilu babıdan bo'lib, biz bayatın darsining oldida degandek bu ikki maf'ul taqozo qiladigan. Yani a'ti ni birinchi maf'ul, varaqatal gıyab ikkinchi maf'ul. Hay hiya zi ula mana. Ha hiya zi. Ha yadiki agahlandırışın ağzı. Hiya ula zi mana. Lam yahdur Osman el-yawm fa innahu musab bi ishalin shadid. Osman bugün kelmedi. Çünkü o bugün qattiq ish surish bilan og'ritdi. Zaten Uyghur tilida bunda demaydi. Uyghur tilida uni bugün qattiq ish surib kutib deydi, ammo arab tilida musab og'ritdi bi ishalin shadid. Qattiq ish surishdan deb tushunamiz. Ammo o'rinda musab asaba yusibu, yani af'ala yuf'ilu babından chiqqan ajvab bila buning ism maf'ul shakli musabun. Bi ishalin shadid. Bu ashala yushiludan chiqqan ishal masdar. Shafahullah. Allah shifolik bersin. Ba'da tasjil asma'il g'oyibin, yo'qlarning ismini tizimlab bo'lgandan keyin a'tiha al-muraqib fa innahu yuriduha al-an li amrin ma. Bu qog'ozni muraqib, ya'ni nazoratchiga bering. Fa innahu yuriduha al-an li amrin ma. Çünkü o bu qog'ozni ma'lum bir ish uchun ishlatmoqchi ekan. Yuridu degan fe'lni biz oldingi darslarimizda tushunib o'tgandek, bu har xil xolash fe'llarining hammaga o'rtaq ishlatib. Masalan, uridu ta'am, tamoq yemoqchi, tamoq yeyman. Uridu sharob degandek jo'maydimi? Ma'lum bir ish uchun ishlatmoqchi ekandek, lozim ekan unga. Bizga lozimliq mazmun a'tiha, a'ta, yu'ti degan babidirki, a'ti buyruq bil. Ha birinchi maf'ul, al-muraqib. Muraqib birinchi maf'ul, ha ikkinchi maf'ul bo'ladi, ha. Yuridu, arada yuridun chiqqan fe'l, li amrin ma. Biz bayatni so'zlagandek, mendagi ma amrga, amr degan so'zga sifat olib kelib, uni mubham, mujmal qilyapti. Ya'ni ma'lum bir ish uchun. Iyakun maktabuhu mughlaqa fasatajiduhu fi maktabil mushrif ala an-nashat ath-thaqafi. Agar uningki ishxonasi taqoq bo'lsa, uni madaniyat faoliyatiga yetakchilik qiluvchilar, yoki madaniyat faoliyat yetakchisining ishxonasida topalaysiz. Satajidu sin kelgusi zamon ifodalaydi. Topalaysiz hu to'ldiruvchi, shu muraqib qaytadi. Maktabul mushrif yetakchi, nazoratchi, boshqaruv degandek ma'noda. Nashat ath-thaqafi madaniyat ishlari, ya'ni madaniyat faoliyatlari degan ma'noda. Ana shu o'rinda bizga maqsadlik o'g'ini mug'laq, aghlaqa, yughliqu af'ala yuf'ilu babidan mughlaqan ism maf'ul. Anaki mushrib, ashrafa, yushribudan mushrib ismi fa'il, nazorat qilguvchi, anaki yetakchilik qilguvchi degan ma'noda. Yakhruju Yaqub va ba'da hunayha yaftahu al-baba shabun wa yaqifu laday. Yaqub chiqib ketib, ozroq vaqtdan keyin eshikni bir yosh ochib, uning oldida turadi. Ba'da tahiyya, salomdan keyin atasmahu li bid-dukhul ya fadilata shaykh. Hurmatli shayx, mening kirishimga ruxsat qilamsiz yoki menga kirishga ruxsat qilamsiz? Ba'da tahiyya, salomni qaytarib bo'lgandan keyin ahlan va sahlan, marhaban, xush kelibsiz. Qarshalimiz. Udkhul va aghliqil bab. Kiring, eshikni yopib o'ting. Aghliq, aghlaqa, yughliqudan chiqqan buyruq bil. Yabdu annaka talibun jadid. Qaraganda siz yangi o'quvchidek qilasiz. Masmuk. Ismingiz nima? Va min ayna ant? Qayerdan kelding? Siz qayerdan? Ismi Muhammad ibn William va ana min Kanada. İsmim Muhammad ibn William. Men Kanadadan. Şurunda ibnudaki alif, yani hamza qanaqqa tushib ketdi. Bunlarla tushib ketsa bo'laverdi. Bayatimiz mush to'g'riroq so'zlagan. Ahadithu islamin, ahadithu ahdan bil islam ant. Siz islomga zamoningiz yengimi? Asli lug'at tarjimasi siz islomga zamoningiz yaqinmi? Hadis yangi. Ahd yangi, vaqt yangi. Demakchi o'g'il islomga kirgan vaqtingiz yengimi? Ya'ni yangidan islomga kirdingizmi? Islom aslama yuslimudan chiqqan islom, islom masdar, ya'ni bo'ysunmoq, musulmon bo'lmoq degan ma'noda. Naam. Shundoq. Alhamdulillahillazi hadana lil islam.
bizni islomga hidoyat qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. O'xshashlar islom aslama yusliminning masdari. Mata aslamta ya akhil karim. Hurmatli qarindishim, qachon musulmon bo'ldingiz? Aslamta. Aslama yuslimu aslamta. Af'ala babidan. Aslamtu am 1981 1981 musulmon bo'ldim. Men aslamtu af'ala yufilu babidan aslamtu birinchi shaxs birli. Aslam abuvak ata-onangiz musulmon bo'ldimi? Abuvak asli abuva abning ikkiligi. Ikki dadingiz degan olmaydi odatda. Bu arab tilidagi taqlib degani o'rtaq ishlantiriladigan ikki ismni birining shaklida turlab ikkisini iroda qilish. Masalan, ayolan yultu, ayolan quyosh demoqchi bo'lsak, odatda qamaron deb qo'yamiz. Ikki oy. Ya'ni bu birisi oy, birisi quyosh bilan keladi. Ya'ni abuvan degani ota-onangiz demoqchi. Lamma yuslim abi, dadam taxi musulmon bo'lmadi. Yuslim aslama yuslimudan chiqqan fe'l mudori. Lamma lamning o'rnida keldi. Ma'nosi taxcha degandek ma'no qo'shilib, undan keyin qimmadi degandan tarjima qilamizgo. Hadahulloh, Alloh uni hidoyatga bersin. Amma ummi anam bo'lsa fa aslamat valhamdulillah. Allohga shukr, musulmon bo'ldi. Unda aslamat ayollik, uchinchi shaxs ayollik shakli. Mada ya'mal abuk? Dadingiz nima ish qilib? Va mudiru muthaf. Va mudiru muthaf, ya'ni u muzixonaninki mudiri. Adara yudirudan chiqqan mudir ism fa'il. Yani adara boshqurdi, idora qildi degan ma'noda. Yudiru bil mudari. Mudir ism fa'il boshqaruvchi degan ma'noda. Ha xitabul mudir. Bu mudirninki xiti, mudir. Nima u maktab mudiriga qaratildi. Al mudir adara yudirudan chiqqan o'xshash ism fa'il. Avval xitab xatni o'qiydi. Innal mudir yusni alayka kathira. Mudir sizga bak ko'p madhiyalarni o'qitdi, ya'ni sizni bak maqtabdi, madhiyalabdi. Mudir adaraydi. Yusni asna yusni din chiqqan yusni apl mudari. Jazahullohu khayra. Alloh unga yaxshi mukofotlarni bersin. Min ayna laka hada al-mushaf al-jamil alladhi bi yadik. Sizning qo'lingizdagi bu chiroyli Qur'on sizga nerdan keldi? Mushaf, ashafa, yushifu, mushaf ism maf'ul, ya'ni Qur'on degan bo'ladi. Yani toplangan, sahiflangan degan gap. Asli. A'tanihil mudir. Buni menga mudir berdi. A'tanihil mudir. A'ta yu'ti babdiki a'ta ikki maf'ul taqozo qiladi-ku. A'tani degani birinchi maf'ul, hi ikkinchi maf'ul. Wallahi laqad surirtu kaseeran bi liqa'ik. Alloh bilan qasamki, siz bilan ko'rishib ko'p xushallandim. Asli ma'ni arabcha tarjima qilsak shu xushallandim. Surirtu. Asli uyg'ur tilida siz bilan ko'rishib ko'p xushal bo'ldim deymiz-ku. Surirtu. Xushallandim, men xushal bo'ldim. Va inni mu'jabun bik. Men sizga hayron qoldim. Mu'jabun ism maf'ul, a'jaba ya'ni hayron qoldirildim degan ma'noda asli. Kayfa wajadta al-jami'ata al-islamiyya? Siz islom universitetini qanday topdingiz? A'jabatni kathira. Meni bak hayron qoldirdi, qiziqtirdi. Innaha jami'atun faridatun yadrusu fiha abna'ul muslimin min mashariqil ardi va magharibiha. Bu zaminninki mashriq va mag'riblaridan, ya'ni sharq g'arblaridagi zaminning sharq g'arblaridagi musulmonning bolalari o'qiydigan birdan-bir universitet. Mushurunda a'jabatni af'ala yuf'ilu. Uchinchi shaxs ayollik, yaktubu mudarris ayatayn ala sabura. O'qituvchi doska ustiga ikki oyatni yozdi. اقرأ الآيتين يا هارون شكاية نوقو بعد الاستعاذة والبسملة. أعوذ بالله دفوغان دينكين وبسم الله دفوغان دينكين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Endi bu oyatga bizga munosabatli taraflar birisi yuriduna, arada yuridun chiqqan turlangan fe'l mudori uchinchi shaxs arli ko'plik shakli. Yutfi'u, atfa'a yutfi'u chiqarilgan. Undan keyin ya'ballohu illa ayutimma nurahtiga yutimma, atamma, yutimmu walau karihal kafirun. Ma'runda yanla law biz boyatni so'zlagandek garchi. Ular, ya'ni dinsizlar, kafirlar
Allohning nurlarini o'zining ig'izlari bilan o'chirishni maqsad qilyotdi, ammo Alloh uni faqat to'liqlaydi. Vallohu illa yutima nura. Faqat to'liqlash bilan uni degani Alloh uni yo'l qo'ymaydi o'chirishga. Walau karihal kafirun. Garchi kafirlar yomon ko'rmaydi. Undan keyingi oyatda vallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal mushrikun degan oyatda arsala af'ala babidan liyuzhirahu dik azhara yuzhiru azhara yuzhiru anikin walau karihal mushrikun law oyatimiz deganda garchi mushriklar yomon ko'rsin deganda فكروا في هاتين الآيتين ثم أجيبوا عن الأسئلة الموجهة إليكم. Sizlar bu ikki oyat to'g'risida fikr yurgizib, o'ylanib, undan keyin sizlarga berilgan muvajjaha qaratilgan, qo'yilgan savollarga javob beringlar. Ajaba yujibudan chiqqan ajibu. Mada yuridu al-kuffar ya Idris? Idris, kuffarlar nima qilmoqchi yoki nimani iroda qilishdi, nimani o'ylashdi? Arada yuridu, yuriduna itfa'a nurillah. Ular Allohning nurini o'chirmoqchi bo'lishdi. Itfa'a yudfi'un chiqqan masdar. Ayumkinu hada ya Ali? Ali, bu mumkinmi? Amkana yumkinu bilan chiqqan yumkinu. La hada mustahil. Yo'q. Bu albatta mumkin emas, mustahil mahal. Dedik albatta degan gap lahaddik lamdan, ya'ni mubdan ustiga kiradigan ta'kidning lamidan chiqadi. Va mada yuridullohu ya Yunus? Yunus, Alloh nimani iroda qiladi? Arada yuridu. Yuridu itmama nuri, o'zining nurini mukammallashtirishini, to'liqlash. Itmam atamma yutimmudan chiqarilgan itmam masdar. Atazkaru ayatan ukhra fi hadha al-ma'na ya Shuayb? Shuayb, mushu ma'nodagi boshqa bir oyatni diyalamsa, atazkuruni asliyalamsa, diyalamsa, na'am. Qala ta'ala fi surati as-Saf, Allah Taala surasi Safda mundaq degan. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah o'z nurini to'liqlab turg'uchidir. Garchi kafirlar yomon ko'rsin. Mush oyatmi atamma yutimmu, ya'ni mutimmu ism fa'il. Walau karihal kafirun gillaw biz bu oyatni darslarda grammatik so'zlaganga o'xshash garchi degan ma'noda. Bima arsalallohu rasulahu ya Muhammad. Muhammad, Allah o'zining elchisini nim bilan avatgan. Arsala yursilu arsal. Arsalahu bil huda va dinil haqq. Allah o'zining rasulini hidayat va haqiqat din bilan avatdi. Arsala yursiludan chiqariladi. Arsalahu arsala. Yadkhul ishaq kiradi. Al-ana ta'ti. Hozir kelamsa? Hadiki al-anda asli al-ana. Vaqat awshaka ad-dars yantahi. Dars tugay degan tursa. Hadiki holat jumla awshaka oyoqli deb qoldi, tugay deb qoldi. Tugishga yaqinlashdi degan ma'noda o'shaka. Uning dars ismisi yantahiya xabari fil mudari anlan kelgan xabariyatdan biz so'zlagandek. Ma'ziratan ya ustaz. Kechiring ustaz. Zahabtu ila maktabil barid li irsal barqiyya. Men pochtaxonaga telegramma avatish uchun borgandim. Irsal. Arsala yursiludan chiqqan masdar. Faqat wasala akhi al-bariha. Qirindishim, yana bir tuqunam tunugin kech kelgan edi. Fa arsaltu shuning bilan barqiyatan ila abi dadamga telegram yo'lladim. Qanday qilib ukhbiruhu fiha bi salamat usulihi. Qirindishimning salomat yetib kelganligini shu telegramda xabar qilib dadamga telegramni avatdim. Ukhbiruhu hammasi barqiyatanninki sifat bo'lsin bo'ldi yoki holat bo'lsin sifat bo'ldi. Nekir o'qqa sifat, ma'rif o'qqa holat bo'ldi emas. Men dadamga shu telegramda qirindishimning salomat yetib kelganligini xabar qilib telegramni yo'lladim. Arsaltu af'ala babidan ondan keyin ukhbiruhu af'ala yuf'ilu babidan chiqqan, akhbara yukhbirudan chiqqan nima? أخبره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.